Yeringiz uchun 3 barobar ko'p soliq to'laganmisiz? Unda sizga ajoyib xushxabarim bor. Davlat qariyb 1,7 trillion so'mga yaqin soliqlarni qaytarib bermoqchi. Qanday qilib deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, batafsil tushuntiraman. Soliq kodeksini ko'pchilikni cho'ntagiga ta'sir qiladigan bitta norma bor edi. Ya'ni agar yerga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa yoki huquqda belgilangandan tashqari ko'proq yer bo'ladigan bo'lsa, u holda 3 karra soliq hisoblanadi degan norma bor edi va bu norma yaqinda o'zgardi. Yangi o'zgarishga ko'ra 2020-yil 1-yanvardan 2024-yil 1-iyunga qadar ushbu 3 karra hisoblash normalari qo'llanilmaydi. Bu nima degani? Bu degani, agar sizga o'zboshimchalik bilan egallanganligi sababli 3 barobar soliq hisoblangan bo'lsa, ushbu soliqlar qayta hisob-kitob qilinadi va ortiqcha to'langan pullar sizga qaytarib beriladi. Lekin bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Bu katta hajmli ma'lumotlarni soliq qo'mitasi tomonidan qayta ishlashga juda ko'p vaqt ketadi. Shu sababli bu o'zgarishlar fuqarolarning shaxsiy kabinetida kamida 1 oydan keyin ko'rinishini ma'lum qilishdi. Xo'sh, bu hisob-kitoblar amalga oshirildi va sizda ortiqcha to'lov aniqlandi. Endi nima bo'ladi? Birinchidan, ortiqcha hisoblangan soliq summalari sizning amaldagi soliq qarzdorligingizni bartaraf etish uchun yo'naltiriladi. Agar soliqdan qarzingiz bo'lmasdan ortiqcha to'lov aniqlansa, siz bemalol Soliq Mobile ilovasi orqali to'langan pullarni qaytarish bo'yicha ariza berishingiz mumkin. Arizangiz 15 kun ichida ko'rib chiqiladi va pullar plastik raqamingizga qaytariladi. Agar 3 barobar hisoblangan soliqlar Majburiy ijro byurosi orqali undiruv qaratilgan bo'lsa-chi? Bunday holatda agar Majburiy ijro byurosi hali sizdan pul undirmagan bo'lsa, Soliq qo'mitasi qayta hisob-kitob qiladi va Majburiy ijro byurosida turgan ortiqcha hisoblangan qarzdorlikni o'zi qaytarib oladi. Buning uchun fuqarolar murojaat qilishi shart emas. Bu o'zgarishlar magazin bo'ladimi, uy bo'ladimi, barchasiga taalluqli. Faqatgina bitta qat'iy shart bor. Yerning egasi oddiy fuqaro, ya'ni jismoniy shaxs bo'lishi kerak. Ushbu yangilik faqatgina 2024-yil 1-iyunga qadar amal qiladi. 2024-yil 1-iyundan bugungacha bo'lgan davrda agar hujjatsiz yeringiz mavjud bo'lsa, 3 barobar soliq hisoblash davom etadi. Shu sababli yerga bo'lgan huquqingizni davlat ro'yxatidan o'tkazib oling. Videoni nomida yeri bor bo'lgan tanishlaringizga yuboring, ular ham pullarini qaytarib olishsin.